Bugun bolajonlarimiz sevib iste'mol qiladigan mazali kolbasa sirli bo'lichka tayyorlaymiz. Videoda ko'rsatilgan hamma mahsulotlarni birma-bir solib, mazali oshirma xamir tayyorlaymiz. Tayyor bo'lgan xamirimizni ustini o'rab oshirishga qo'yib qo'yamiz. Xamirimiz oshib chiqquncha ichidagi nachinkasini tayyorlab olamiz. Kolbasa sirlarimizni to'rtburchak mayda shaklda to'g'rab olamiz. Oshib chiqqan xamirlarimizni zuvolachalarga bo'lib olamiz. Tayyor zuvolachalarimizni birinchi sutga, keyin sedanaga botirib, ichini ochib, xohishga ko'ra tugib olamiz. Men bo'lichkalarimni shunaqa atirgul uslubida chiroyli qilib tugib oldim. Tayyor bo'lgan bo'lichkalarimizni 20-25 daqiqaga duxovkaga jo'natamiz. Bo'lichkalarimiz pishib tayyor bo'ldi. Juda ham mazali va yoqimli bo'lichkalarimiz tayyor. Endi bu bo'lichkalarimizni bolajonlarimizga bemalol bersak bo'ladi. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, menga obuna bo'lib, yurakchani qizartirib ketish esingizdan chiqmasin.